sigaretdan chiqara olmayapti, tabletkadan. PUBG o'yini bu yoshlarning kelajagini yo'q qilish, hayotini, vaqtini besamara o'tkazib, umrini hech narsasiz o'tkazib yuborish, ya'ni yo'q qilish. Mana odam o'z uchun olish kerak. PUBG o'yin o'ynadi, umri ketdi. Endi qarang, mana shu O'zbekistonda 18+22 yoshli bolalar necha foizi PUBG o'ynaydi? Nimaga Aljabr maktabiga, nega yuqori sinfga ko'p bolalarni olib kelishadi? Bolani kompyuterdan chiqara olmayapti, telefondan chiqara olmayapti, o'yindan chiqara olmayapti, sigaretdan chiqara olmayapti, tabletkadan. Tamom. U bola nima bo'ladi? Ota-onani aybi degan holat bor, to'g'ri. Tarbiya uydan boshlanadi. Tarbiya jamiyatdagi kichkina jamiyatchalardan boshlanadi. U kichkina jamiyat bu birinchi oila. Oilalar yig'iladi, katta jamiyatga aylanadi. Va u katta jamiyat bizani mana shu O'zbekiston Respublikasini tashkil qiladi.